Xabar qilib borayotganimizdek, Quva tumanidagi Kirkidun suv ombori hududi ekoturizmning yangi maskaniga aylanmoqda. Suv ombori atrofida o'zlashtirilmagan adirda yangi loyihalar asosida dam olish maskanlarini barpo etish, yashil bog'lar yaratish, ekoturizmni yo'lga qo'yish bo'yicha qurilish, obodonlashtirish ishlari davom etmoqda. Kirkidun suv ombori hududida o'ziga xos landshaft yaratish maqsadida iqlim sharoitiga mos bo'lgan dekorativ daraxt va butalar ekilmoqda. Turli xil gullar ochilib o'zgacha go'zallik baxsh etmoqda. Bog'larning barpo bo'lishida Quva tumani obodonlashtirish boshqarmasi ishchi xodimlari jonbozlik ko'rsatib mehnat qilishmoqda. Yashil makon loyihasi asosida barpo etilayotgan bog'-rog'lar bu o'zgarishlar har bir quvalikning qalbiga shukronalik tuyg'ularini bag'ishlaydi. Ekilgan gul va daraxtlarni sug'orishda sun'iy suv havzasi, anor nasos stansiyasi orqali daraxtlarni tomchilatib sug'orish yo'lga qo'yilgan. Tumanimizdagi ishlarni ko'rib, bugun uyda o'tirolmay shu hasharga chiqdim.